pastga ketamiz. Uyga kelsa 50 metr truba tashlatib ko'chalarga kalchok berish kerak edi. Kanalizatsiyalarni qo'ydik. Hop. Bu kanalizatsiyasi 100 lira ketdi. Tualetni, tualet qilarkan, boshqa asosiy liniyalar 100 ta ketdi. Oshxonasini 76 qo'ydik. Buning ichiga qum tashladik. Buni hammasi qum. Yana ustidan tupa tashlasanglar bo'laveradi. Nimaga desanglar, qum cho'kmaydi. Cho'kmaganligi uchun birinchi qum tashlab olamiz. Buni hali endi o'zi yoqtirib, zasipka qiladi. Ishimiz yoqqani uchun endi hozir dogovor qildik. Hammomini ham ko'rsatamiz. Mana hozir hammomini ham dogovor qildik. Mana bu yerlar unitaz bo'lyapti. Bu yerdan перегородка bo'lar ekan. Shu yerda ham endi montajini boshladik. Like bosib qo'yinglar shuncha mehnatimizga. Agar sizlarda ham shunaqa ishlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaringlar. Opsiyaning nomerimiz bor. Xudo xolasa bu yerda bitganini ham chiqaramiz. Uyda gaz puldan ash qismiga montajlarni ham cho'tki turbalardan qilamiz, izolyatsioniy turbalardan. Nimaga desanglar, sovuq suvda par bo'ladi. U keyinchalik devoringiz orqasiga suv bo'lib qolishi mumkin. Izolyatsioniy qilsanglar par bo'lmaydi. 100 yil turaveradi u turbalar. Chirimay, shu zo'r bo'ladi. Hali bitgandan keyin videosini ko'rsatamiz. Like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Shuncha mehnatimizni qadrlab, kommentariy yozib qo'yinglar. Ko'rganlar rahmat hammaga.